Mana bundan oldingi istoriyada mashinalarni qo'ydim. Bu mashinalar hammasi Lego mashinalar. O'g'lim yasagan, o'zi oldindan o'zi qiziqishi bor. Ko'rsatgan edim. Men oldindan kuzatadigan obunachilarim bilishadi. Mana shunaqa o'zi ochilib yopiladigan eshiklari, bitlari, tepalari ham ochilar ekan buni. Bilmayman, qayerdan hozir tushuntiryapti. Mana qasdan nimadir qilib ochilar ekan. Men buni ham mana bu yoqlarida hammasi mana shu mayda legolardan yasalgan. Kichkinaligidan qiziqadi hozir. Hammasini qo'ygan, obzor qilaman dedim. Qo'yotdim. Mana bu Lego emas-ku, iftixor. Bu oddiy mashina-ku desam, yo'q, Lego yasaganman deydi. Mana bittalab yasab chiqqan. Men buni mana oxirgi mana hozir yasayotgan Legosi mana bitgan holatda shunaqa bo'ladi. Men bu anaqasi bor. Amortizator nimasi mana bundoq tushib chiqar ekan. O'zing ham tushgin desam, katta bola bo'lib qolganda, yo'q, o'zingiz ovuring, tushmayman deb